Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Hamyurtlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarga hozir bitta videorolik qilib chiqarmoqchi edim. Bitta zo'r narsa to'ldim. Rasman yolg'onma, просто tak reklama ko'ramiz ekandan. Bizga viza kartamizga kirish pul tashib beradi ekan dollar hisobida. Rasman yolg'onma, shuni hozir birga tekshirib ko'ramiz. Ya'ni tekshirib ko'ramiz, hali mana hisobimda 0.74 sent puli bor hali. Bor yo'g'ini ko'rib turibsizlar. 3 ta reklama ko'rganman. Buni endi sizlarga hozir videorolikni boshidan tushuntirishim uchun bu ilovadan boshqatdan chiqib, boshqatdan ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman sizlarga. Bu faqat viza kartaga to'laydi lekin jo'ralar. Chiray boshqatdan kiramiz jo'ralar. Nima jo'ralar ilova xotirasini o'chirib boshqatdan yoqdim. Birinchi ilovaga kirganimizda xuddi shunday bo'ladi. Keyin buni sign up degan joyini bosamiz. Mana joyini bosamiz. Buni bosdik. Bosganimizdan keyin logoy ismini yozamiz. Buni yozib turamiz. Email yozamiz. Buni kiramiz. Keyin 2 marta bir xil parol deydi. Esda qoladigan parol bo'lishi shart lekin. Buni keyin nextni bosamiz pastdagi. Registratsiyadan o'tganman, shuning uchun qabul qilmayapti. Endi men sign in deb bosib kirib ketaveraman. Buni bosamiz. Keyin buni jo'rlar men tekshirganimcha hozir 3 ta reklama ko'rganman. Mana 0.21 sentlik reklama, bitta reklama. Bitta reklama 32 sentlik, bitta reklama 21 sentlik ko'rganman. Endi hozir sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu joyda bonus deb qo'yibdi-ku. Mana shuni bonusni bosdim, men ham qiziqib bosib ko'rsam, bu yerda mana hozir men referalga silkam turibdi. Buning uchun bu referalga silkani men videoroligim tugagandan keyin YouTube'ning tagiga tashib qo'ysam, shuni bossalaringiz sizlarni ilovaga olib ketadi Play Marketga. Keyin shu ilovani yuklaganlaringizdan keyin menga mana referalni kod, mana shu kodda, mana shu hozir ko'rsatgan referalni kod mana shu. Keyin bonus beradi ekan. Bonusni ko'rib turganingizdek 5 dollar, 3 dollardan 10 dollargacha ekan mana. Bonus. Xo'sh, keyin aktivni bo'lish kerak mana 7 kun. 1 2 3 4 5 6 7 kun bu bonus bo'lsa, mana 7 kundan keyin yana 5 dollar beradi ekan. Xullas, bunda hammasini o'zingiz tekshirib tanishib ko'rasizlar. Men telefonimning zaryadi ham kerak, 5% qoldi. Xo'sh, uni berib chiqamiz. Bizga endi eng kerakli bo'lgan narsasini hamyonni bossamiz. Xohlasangiz viza kartangizni ulab qo'yishingiz mumkin ekan. Hozircha bularga garantiya yo'q. Tavsiya bermayman ulashni. Minimalkasini aytadigan bo'lsam, men Wizdraftni bossam 100 dollar deb qo'yibdi, rasmiy yolg'onmi? Mana menga 100 dollar deb qo'yibdi. Endi bizga eng kerakli bo'lgan narsasi mana bunisida earn degan joy bor. Earn degan. O'sha earnni bosamiz. Aslida aylanib ko'rib, kimning Wi-Fi'ning tezligi yaxshi bo'lsa, shunda ko'proq reklama chiqadi ekan, keyin kattaroq reklama chiqadi ekan. Meni hozir oddiy telefon internet bo'lgani uchun uncha tez chiqmayapti reklama ham. 32 sentlik chiqdi. Bu ham yo'q qoladi. Shunchaki mana birdan 20 bitta 10 sentligini uncha odam ko'rgisi kelmasa kerak. Mana 32 sentligi chiqdi endi bitta. Qaracha 32 sentligi uzunrog'i reklamaning. 21 sentligi o'rtacha reklama. 10 sentligi short reklama ekan. Buni bitta bosamiz. Uzun ikkita reklamada. Mana qaracha hozir 1 dollar 6 sent bo'ldi. 74 sent edi film. Yana bitta 32 sentlik ko'rsam videorolik cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun ko'rib o'tirmayman. Videorolik tugagandan keyin ko'raman. Endi hozir ko'rib turganlaringiz soat 1:50 gacha ketdi oqshom. Ya'ni nima deydi? Tungi soati 01:50 gacha bo'ldi. Hozir mana nazoratni bosib ketaman dedim. Buni endi hozir 4 ta reklama ko'rganim 1 dollar 6 sent berdi. Faqat to'lov viza kartaga ekan. Buni profilga bosanimizda telefon raqamlaringiz, sentraningiz, keyin
ya'ni tug'ilgan tug'ilgan kunlaringiz uncha shart emas menimcha. Keyin bu yerga bosganimizda nechta reklama ko'rganimiz ekan. Men hozir videorolikimiz shundan iborat deb aytmoqchi edim. Men hozir mana shu joyga referansiya silkani yana bir marta ko'rsatib, mana shu referansiya silkaga videorolikimning ostiga tashab qo'yaman jo'ralar. O'rtoqlar, hamyurtlar, shu video yoqqan bo'lsa, reklama ko'rib pul ishlamoqchi bo'lsangiz, rostmi yolg'onmi bilmadim, tekshirib ko'rishim uchun siz agar mana shu kod orqali ro'yxatdan o'tsangiz agar menga ham qanchadir miqdorda pul beradi. Ya'ni masalan sizga hozir $5 dan $3 yo $10 bonus bersa, balki menga ko'proq beradi, bilmadim. Balki menga ham shuncha beradi. Keyin minimalkaga yetsa, meniki minimalkani ko'rsatmayapman-ku. Mana minimalkasi shu yuzdraft bo'lsa ko'rsatdim, $100 ekan mana. Minimalkaga yetgandan keyin yana bir marta videorolik qilib chiqarishim mumkin. Chiqaraman, yana bir marta videorolik qilib chiqaraman. Haqiqatan to'labdimi yo'qmi? Shuni aniqlashtirib olamiz. Minimalkaga yetgandan keyin jo'ralar menga to'lamadi. Buni o'ynab o'tirmaysizlar yoki vaqtlaringizni ketkazmaysizlar deyishim mumkin. Endi kimgadir yoqsa-da, balkim kimdir laxatron berib, balkim haqiqatan to'lar. Bo'lsa endi prosta menga yoqdi, shuni baham ko'rmoqchi bo'ldim. Mana bu obunachilar bilan. Do'stlar, videoroligim shundan iborat edi-da, endi kamchiliklari bo'lsa, agar mabodo kechirib qo'yasizlar. Qota kamchiliklari bo'lsa, men endi katta bloger emasman, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Videoroligim shundan iborat edi. Omonatda yaxshi kunlarda gaplashib, ko'rishib yuraylik. Sog'lik, salomat bo'ling.